Kechasi 4 da shoshilib kasalxonaga bordim. Xavotir bilan ichkariga kirdim. Reanimatsiya bo'limini qidirdim va u yerga yaqinlashdim. Qarasam, amakim bilan otam yig'lab chiqishayotgan edi. Amakim bag'rlariga bosdi va qulog'imga "Inna lillahi va inna ilayhi rojiun" dedi. Ya'ni Allohdan keldik, Allohga qaytamiz dedi. Tushundimki, u yerda onam vafot etganlar. Kechasi soat 4 osmonga qaradim va dedimki, Allohim, sen butun sayyoralarga, yulduzlarga qonunlaringni qo'yasan. Onam senga omonat, onamni shu qudratingga omonat qildim. Mening uchun qilgan fidokorliklari tufayli juda ham yaxshi ko'raman. Onam sen uchun bundan ko'p fidokorliklar qildi. Senga omonat, unga omonat qildim. Ba'zi insonlarni ko'raman, onalari qo'ng'iroq qiladi, uf tortib telefonlarni o'chirishadi. Meni onam 1 oy oldin vafot etdi. 45 yoshda edi. Borimni berardim onam bilan 5 daqiqa telefonda suhbatlashish uchun. Sevganlaringizni qiymatini biling. Hatto bu videoni o'chirib ularga qo'ng'iroq qilib yaxshi ko'rishingizni ayting. Bunday qila olmasangiz bu videoni ularga yuboring. Ularga aytingki, men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarni yaxshi ko'raman deng.